Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, Amerikadagi vatandoshlar a'zolari. Bugungi mehmonimiz Bekzodjon Mamadaliyev. Xush kelibsiz Bekzodjon Mamadaliyev. O'z haqingizda bir tanishtirib o'tsangiz. Men Bekzodjon Mamadaliyev, Andijon shahridanman. Hozir Hortimda istiqomat qilamiz. O'zi eski uyimiz o'sha Andijonda o'zida bo'lgan. Ular hozir viznosga tushib kottejlar berib, ana shu nima tarafdan deydi. Andijon shahridan. Andijon shahardansiz. Andijon shahridan. 2022-yili green card yutib Amerikaga kelamiz. Amerikaga kelgansiz. Green card orqali yutib Amerikaga kelamiz. Oila, xotinimga chiqqan. Bu green cardni yutib keldingiz mana Amerikaga. Savollarim shundan iborat bo'ladiki, Amerika hayoti va O'zbekistondagi holat bilan o'rtasini bilish. Amerikaga 2022-yil kelgan bo'lsangiz, kelgan paytdagi o'zingizni nimalaringizni aytib bersangiz, qanday boshlandi bu Amerikada hayotingiz, shu haqida ozgina bir ma'lumot bersangiz. Men xullas kalom green card yutib oldim aka. Menga qaysidir ma'noda sponsor kerak edi. Bu yerda tanishlarimiz bor edi, ukalarimiz, Farg'onalik, moving kompaniyasi bor ularda. O'sha Kaliforniyada yashaganman men 2 yil. Moving kompaniyasi bu uy ko'chirish, ya'ni gruzchilik hisobidagi ish. Shunday, uylarni ko'chirish, odamlarga yordam berish, ko'chishda. Ana shunaqa kompaniyani boshqaruvchilari bilan men aloqam bor edi. Assalomu alaykum, aka-ukachilikimiz. Green card yutganimizdan keyin men ularga chiqqanman. Shunaqa green card yordam qilib. Chunki men green carddagacha bo'lgan paytda pullarimni ishlatib, endi hammani o'zini sharoiti har xil bo'ladi-ku. Asfalt bularga chiqqanman, agar bo'lmasa endi u yoqni topib bar ilojini qilib kelardi-ku, lekin sababchilardan bittasi shular bo'lgan, endi bo'ldi degan. Uyib ishlasani o'ylamam, biz o'zimiz ishinggacha qilamiz degan. Kelib, ishonmaysiz aka, shu aeroportdan tushib, kelib ovqat yeb, o'sha abit ishga chiqib ketganman. Gap yo'q. O'sha darajada hamma narsa tayyor bo'lgan. Kelganman. Bitta yaxshi katta uyni berishgan menga, bir xona o'zlari turadi, pasini bergan menga, bo'lingan addenli xotlari hamma yo'q addenli aka. Kelganman, mehmon qilishgan, zo'r qilib bola chaqam qolgan. Men shuni kiyinib o'sha ishga chiqib ketish boshlansiz. Shu ish haqida gapirib bersangiz ozgina. Endi aka, moving degani bu betdagi narsalar bunday qara, uy ko'chirish. Bizda misol uchun traktorda olib keladi-da, tashlab oladi hammasini deydi-ku bizda. Yo'qot buni, mana akasini uylashimiz kerak deydi, ukasini deydi. Akasini narsalarini olib, traktorda pritsepini qo'yib beradi aka, to'g'risida. To'g'ri shunday. Dag'da uylashadi, hech narsaga qaramaydi, shpaneraning otasi qilgan shpaner singani endi befarq bo'ladi. Hamma yo'qda otadi, bu yoqda haligi opodda achchig'idan uni uylash kerak. Yo'qot buni o'sha 2 xona uy solingan deydi, taqir-tuqir qilib yuklar chiqib ketadi. Men shuni tushunganman, uy ko'chiramiz deganda. Keyin bilsam, bu yerda aka, bu yerda boshqacha ekan. Javobgarlik men sal pozitivniy qilib gapirdim. Bizda ham avaylashadi. Men prosta hali grubi gapiryapman. Bu yerda lekin aka, misol uchun mana narsani shilinmaslik kerak. Blanket tashab, shirin qilib, o'rab, chiroyli qilib olib borib, yana aytgan joyga qo'yib berishingiz kerak. To'yis mana shunaqa, mana hozir biz kottejlarimizda dam olib o'tiribmiz. Shunaqa kottejga ishga kelsak aka, biz xonalab olardik. Birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona, to'rtinchi xona, beshinchi xona, oltinchi xona qilib hazayn bilan yurib xonalab olamiz. Bay, Mana birinchi xona keyin yukladingizmi, bu yerga 2 kishi tushamiz, ikkovimiz misol uchun tapir-tupir mashetli narsalarni o'g'raymiz, boshqa qilamiz, yozib qo'yamiz. Shiring ustidan. Shiring degani skoch, skoch ustidan, shiring ustidan yozib qo'yamiz. Birinchi xona narsalar, ikkinchi xona narsalar. Nimaga? Biz u yoqqa borganimizda hazayn aytadi. Birinchi xonani yuki mana uyga kiradi. Ikkinchi xonani yuki mayga kiradi. Living room, kitchen deb hamma yo'q bilan tanishtiradi. Bu o'z qoidasi, o'z zakoni bor, qoidasi bor. Bu ishda shu qoidali ishlamasangiz, sizga bo'lgan nima e'tibor tushadi. Qaysi ma'noda? Bilasiz, amerikanlar og'ir ishdagilarni hurmat qiladi. Albatta. Qaysidir ma'noda men shuni o'ylayman. Mana trakka chiqqanimda ham shuni bildim. Gaylar ham kerak bo'lsa, trakchilarni qiyin ish deb hurmat qiladi. Chunki men ko'p sohada bu narsaga men o'zim duchor bo'ldim-da aka. Bularda ham shunday-da, agar siz uni ishiga, libo ishda ham shunaqa o'zi aslida. Beparvolik qilsangiz, sizni nanimat qilgan customer qaysidir ma'noda ranjiydi. Albatta. Bekzodjon, bu savolimizga sal yana ham yaqinroq bo'lgan holatlari, haligi ko'pchilik so'raydigan savollarga o'taman.
Chunki efirimiz sal qisqaroq bo'ladigan bo'lganligi uchun. Bu endi kelgan insonlar necha pul topishimiz mumkin? Ish og'irmi? Qanchalik darajada og'ir va puli o'sha narsaga arziydimi? Movinda ishlash uchun arziydimi degan savolga javob berishimiz kerak. O'zbekistondan kelgan insonlar mana shu movinda ishlab yuraveramanmi yoki boshqa ish o'zgartirish kerakmi? Shu savollarimizga javob berishimiz kerak. Xo'p, bu endi avvalo birinchi o'rinda o'zining niyatiga bog'liq. Qayerda qanaqa ishlashi и fizически kerak baribir. Fizически tayyor bo'lsa, xohlagancha ishlasa bo'ladi. Menga to'lardi, 25 so'm to'lardi. Soatiga $25. $25 to'lardi. Chunki men foreman driver bo'lganman. Siz uy egasi bilan o'zim gaplashardim. Ishni o'zim qilib, topshirib, pulni olib borib oddiy gruzchi emassiz. Siz men ham haydovchisiz, ham yuklovchi, tushiruvchi, dogovor qiluvchi. Ya'ni hamma narsani siz qilasiz. Meni qo'limga ertalab keladi, kontraktni berishadi. Mashinani minaman, ishchilarni olaman, chiqib ketaman. Bir kunda necha soat ishlardingiz? Endi birarda bo'lardi 8 soat, birarda bo'ladi misol 10 soat, birarda bo'ladi 15 soat aka. 20 soat ishlab $9 choy haqqi olganman men. Chista $9 qo'limga chiqib. Bir kunda. Ha? $900 bir kunda pul olgansiz. 2 kishi edik. $1800. Bunday bo'lganda qisqa aytib beraman vaqtimizni. Bordik, mayda-chuyda narsa yushladik. Arizonaga olib borib tushirdik. Boyvachcha odam ketishimizdan oldin xotini $600 qo'limga berdi. Choy ichib ketishsalardi. 300 dan bo'lishdik. Bordik, yuklarni tushirib berdik, storejga hamma yo'g'ini taxladikmi. Xotin aytdi, erimga aytib qo'yganman, xursand qilib jo'natasizlar dedi. Eri shunday keldi, qanchadan pul beray dedi. Ko'ngildan chiqqanini bersak 500 sherigimga 500 mingga berdi. 800 dan bo'ldimi aka? Men orada aytdimki, bizni korobkalarimiz qolib ketyapti, pulini oldingmi deb men Suhrob degan sherigim bor edi. Shunga aytdim, uni xotini tushundi. Suhrob tojik edi, men unga ruscha gapirdim. U customerni xotini ruschani tushunardi. Bularga biz mana Osiyo pul emas shekilli deb qaytib kelib, yana biz so'ramadik hech narsa. Yana 100 so'mdan 200 so'm pul berib ketdi. O'sha hajmda $900. Biz u materiallarimiz borinki $52 edi. Bu işte o'rtacha hisobda oylik $6000-8000 oylikda tushirsa bo'ladi. Tushirsa bo'ladi. Og'irligi qanday? Endi o'ta og'ir narsalarni bari bitta o'zi ko'tarmaydi, lekin mana shu shkaf, shpaner qanaqa bo'ladi? Bu ishda qancha ishladingiz? 2 yil ishladim. 2 yil ishladingiz. Hozir 2 yildan keyin siz CDLga o'qib, chunki meni dogovorim bo'lgan, menga yordam bergani uchun ukamiz men O'zbekistonligimda aytgan. Amerikada bitta glavniy muammo shu ekan, men kelib bildim. Kadrlarda ushlab qolish muammosi har bitta kompaniyaning muammosi bu. Albatta. Truck kompaniya bo'lsin, moving kompaniya bo'lsin, zavod bo'lsin. Qanaqa ish bo'lishidan bitta misol Novvoyda olib kelib, uni shu ishga o'rgatib, amerikanscha gapirib, hamma yo'g'ini qilib bo'lib zo'r kadr shuni qilganda, uni chiqardi, men o'zim Novvoychilik qilaman deb ketardi. Bekzodjon, mana movingda ham ishlash yaxshi ekan, pul topish yaxshi ekan. Siz 2 yil davomida ishlayapsiz, Allohga shukr. Sizga bu ishdan trakka o'tishingiz sababi finansmi? Pulga taqaladimi? Yo'q. Pulga taqalmadi. Men agar 3 yilga va'da bergan bo'lganda 3 yil ishlardim. Menda birinchi lavz yuradi, to'g'risi. Mana shu aytganimdek, O'zbekistondaligimda aytgan, aka 1-2 yil ishlaymizmi ish qilib deganda men og'zidan chiqqan 2 yilni ushlab 2 yil ishlaganman. Keyin shu trak yo'lni tanladim, sababi trakda sal daromad ko'proq bo'ladi. Ham o'zim o'ta qiziqdim bu sohaga. Trakka chiqqaningizga qancha bo'ldi hozirgi kunda? Trakka chiqqanimga 7 oy 8 oy bo'ldi. 7 oy 8 oy. Oylik daromadingiz baribir hamma trakchi har xil gapiradi, ko'pchilik yolg'on gapiradi. Ile rost gapiradi. Endi buni biz farqlash insonlarga yetkazishimiz kerak. To'g'ri, to'g'ri. Siz hozir truck ownermisiz yoki kompaniya driver? Kompaniya driver. Kompaniya driverman. Meni kompaniyam rahbari, asha bilsanglar, Filadelfiyadagi Al-Buxoriy masjidini asoschilaridan Abdurash degan bo'ladi. Men ish boshlamasimdan oldin menga shunday degan. Uka, siz kompaniya driversiz hozir. Lekin harakat qiling o'zingizni tragingizni olishga. Siz shundagina ko'proq pul topasiz deb ish boshlamasimdan oldin uyda mehmon qilib ochib o'tirganimizda aytgan. Endi gapingizga, savolingizga javob bermoqchiman. Qancha pul topiladi? Kompaniya driver aka boshida 27%, kimdir 28% beradi gruzidan. To есть 10 so'm ishlasa, ashundan 27, 28, 30% maksimalni berishadi. Shu foizini oladi. Bu oylikka yo haftalikka? Haftalikda necha pul topilinadi? O'rtacha 1.5 desak bo'laversa kerak.
o'rtacha. 1,5 ming haftasi. O'rtachasi. O'rtachasi. Ha, mana hozir o'rtacha. siz 7 oy davomida tajriba oshirdingiz. Hop. Hozir 7 oy bu juda katta tajribaga kirmaydi, lekin 2 oylik emas lekin. Ha. O'sha 7 oy ichida mana o'rganganingiz natijasida 7 oy ichida qancha pul olasiz? 7 oy ichida qancha? Ha, o 7 oylik darajada mana hozirgi kunda haftalik qancha pul topasiz? Endi aka men bitta narsa aytaman-da. Men endi bilasiz, buni sezoni bor. Yangi yildan keyin ish o'ladi aka. Ish yo'q. O'rta holatini. O'rta holat 1,5 hisoblayveramiz haftasiga. Haftasiga 1,5. 1,5 hisoblayveramizda. Ha. Mana ko'pchilik aytadi haftasiga 5,000, 7,000. Aka aytish boshqa, uni bu yerda qilib olish boshqa. U kimlardir hayolda Amerikani arig'ida pul oqadi aka. Yo'q. Amerikada pul topish oson emasligini o'zimiz tajribamizda ham bilamiz. Da. Ha, endi lekin O'zbekiston bilan solishtirganda zo'r. Yaxshi. Hamma narsaga yetadi. Endi bitta narsani aytib o'tishim kerak, zarur deb o'yladim. Chunki ko'p pul topadigan trakchi o'zini finansiy birinchi tikka qilib oladi. Trak olsin. O'zini trak oladi. Kompaniya fiylarga to'laydi, benziniga to'laydi, remont qilsa remontiga to'laydi, to'liga to'laydi, unisiga to'laydi, bunisiga to'laydi, qolgani o'ziga qoladi. Men bilmayman-da, siz aytgandek men hali yosh driverman. Men misol ownerlar qancha topishini bilmayman, lekin aytishadi-da, kimdir o'xshab bo'lsa 5,000 topadi haftasiga. Nimalar ham lizdegilar, liz degani arenda-ku endi, lizdegilar ham ishi bo'lmay qolsa cho'ntagini olib beradi. Endi cho'ntagini olib bermasa ham kompaniyasi yaxshi odam bo'lsa, bo'ldi, keyingi hafta surishamiz deydi. Kelishib ketishadi. Mana men o'zim nimalar bilan gaplashdim, ukalarim bor. 2 hafta kerak bo'lsa o'zlarining cho'ntagidan yopdi. Lekin kompaniya driver bu yerda staj ko'targani, o'zini ustida ishlagani eng zo'r narsa bu kompaniya driver. Mana hozir O'zbekistondan keladiganlarga men ko'pchiligiga aytamanki, trakka chiqinglar, trakda pul bor. Ha, mana kelishsin, trakka harakat qilib chiqishsin. Ko'rishsin. Sizni ham fikringiz menimcha shu. Shu aka, nimaga trakchi har doim kerak. O'ndan bo'lgan, ha. Bizda shu narsa o'ndan bo'lgan. Amerikada trak ko'rinadi ko'pchilik ko'ziga aka. Endi bir xilga trakchilarimiz bor, endi qo'sh tirnoq ichidagi insonlar bor. Trak yaxshi emas, puli oz. Shunaqa deydigan insonlar ham bor-da. Bor. Haligi Opasniy. Alloh berilgan rizqni unga boshqa hammaga, har bir insonga, bandasiga berilgan rizq hamma uchun farqli bo'lsa, bu o'ylashi mumkinki, bu odam kelsa, meni rizqim kamayadi, meniki farq qiladi deb. Endi bu narsa o'zini juda o'ylab olishdan kelib chiqadi. Egoizmmi deyiladimi yo ko'ra olmaslikmi? Shunaqa narsalar ham bor, shunaqa insonlar ham bor-da, men eshitganman. Kelmaylar Amerikaga, nima o'zbeklar. Pulni olib qo'yayotgan. Pulni olib qo'yayotganda. Chunki mana qarang, Hindistonlik, Pokistonlik, qaysidir davlatlardan juda ko'p nimachilar. Meksikanslar ham, o'zbeklarda. Deyarli aka men bilaman, hindlar ko'p aka. Juda ko'p millat bor. Aka o'zi qo'pol aytganda Marlboro chiqadi, kirib Marlboro deyishni bilmaydi. Men ko'rdim shuni ko'zim bilan. Give me the cigarette, shuna gapiradi. Bilaman, Hindistonliklar aksent. Tushunmayapti-da. Nima deyapsan? Siz sigaret so'rayapti o'zi. Cigarette deyapti-da. Endi uni ustidan kulish emas bu. Men ko'zim bilan ko'rib turibman. Shuna gapirar ekan-da. Hindistonliklar aksent shunaqa. Dedi, uni oxiri aytdi-da. O'zi deyapti, mumkin emas bu yoqqa deyapti. Kel, nima olyapsan dedi, Marlboro'da olyapti. Ko'ryapsizmi? Men demoqchimanki, eplayapti shu ham. Ha, shu ham eplayapti. Ha, o'zi chekadigan sigaretaning nomini bilmaydi, lekin trakni bilmaydi. Trakni yuribdi. U ham niyat qilganda kelishdi uni boshqa trakni. Mana birinchi avvalo mana shu ko'pchiligiga biz aytamiz, Amerikaga kelishdan oldin til o'rganinglar. Til o'rgansa juda foydasi kuchli bo'ladi. O'zbekistonda o'rganib kelsa, mana men o'zimdan, sizdan biz kelib O'zbekistonda o'rganmasdan kelganlar qatoridamiz. Lekin hozir o'rganishni xohlaymiz, vaqtimiz yetmaydi. To'g'ri. O'rgana olmaymiz. Bilamiz, qaysi hali o'zimizga kerakli bo'lgan so'zlarni, bazaviy so'zlarni bilamiz. Yangi so'z qo'shilib qolsa orada o'shalarni o'rganib, sal-sal qo'shilib yuribdi, lekin to'liq gaplashadigan odam kam. To'g'ri. O'zimiz o'zbeklarda, trak driverlarda ichida ham shu muammo bor-da. Bor. Juda ko'p emas. Endi ko'p qolgan yillar, 10 yillab, 15 yillab qolganlar, endi ular
o'rganib bo'lgan o'zi. pishib ketgan ancha. O'sha shu narsada haqida ham ozgina gapirib o'tdik. Endi keladigan Amerikaga keladigan o'zbeklarimiz ham bilsin, shunaqa holat bor. Bilmasanglar ham mayli, kelaveringlar. Vaqt borda o'rganish kerak. Bilmagan taqdirda ham kelishaversin. Kelaversin. Praktika bo'lib baribir o'rganib ketadi. O'rgangani yaxshi. Vaqt bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, o'rgangan yaxshi. Chunki Amerikada vaqt juda qimmat, o'ta qimmat. O'ta qimmat. Men shuni aka, oilam keldi, Filadelfiyada 2 oy mehmon bo'ldi, ishonasizmi? O'zbekistondan keldi, kutib oldim, uyga olib kirdim. 2-3 kun yurdim, ishga chiqib ketdim. 2 oyda ketgan bo'lsa 4 marta uydagilar bilan ko'rishdim. 4 marta uydagilar. Men ham bilaman, chunki bir amaliyot o'tkazdim men. İşte New York'ta, Balnisada. Yolg'on gap emas, bir oyga yaqin ishlamadim. Shu bir oy menga juda qimmatga tushdi. Bitta umumanda bir hafta dam oldingiz degani o'zi katta minusda. Pul topishingizdan rasxodingizni hamma narsangizga o'zi zapas variantingiz yo'q bo'lsa pulingiz, siz dam ola olmaysiz. Mana aka, shuni aytmoqchiman-da, mana qarang. 6000 pul topdi degani bu 6000 pul hammasi buniki, buni ammangga, xollangga, dadangga, tog'ingga jo'natasan degani emas. Men misol bola chaqam kelsa men $2000 kvartiraga beraman, men ularga xarajat qilaman. Ko'chaga chiqaman deydi u, kiyaman deydi u. Yeb-ichish, telefon, misolda internet, telefon platalar bor, mashina insuranslar degandek. Albatta. Bu все, bu 8000, 6000 pul topar ekan, misol hammasi bu ketdi degani emas-da bu. Mana Amerikaga keladi ko'pchilik, iloji yo'q qarzga yo tanishi orqali magazindan mashina, avtosalonlardan mashina oladi. Birinchi boshlang'ich to'lov qilib kredit oladi yoki bo'lib yuborishga mashina oladi. Buni ko'rgan O'zbekistondagi qarindoshi ana Amerikaga bordi, 3 oy ichida mashina oldi deydi. Shu gapingizga qo'shilaman. Yaqinda akamga Cobalt berdim. Yarim pulni to'layapman men. Hali akam o'zi ham alhamdulillah ishlaydi. O'zbekistonda yaxshi topadi, kirosmendan yaxshi topadi. Yetmagan joyga men o'zim so'rab turaman, aka, nima bo'lyapti mashina pul deyman. Bo'lsa beryapman dedi, bo'lsa keyingi oy chiqarib yubor dedi, chiqarib yuboraman. Cobalt berganman, rost. Lekin narsaga bergansiz. Определённый to'lov qolgan. To'layapman mana dasturda misol. Mana shu narsa. Shu gapingizga isbot dalil. Bizda ham xuddi shu, misol uchun narsa olsa, men do'stlarim, o'rtoqlarim aytadiki, Amerikada telefon arzon. Jo'natorgan iPhone $1000mi, $800mi, $500 deydi. Bu paypoqqa ber deganda. Yo, u pulni topguncha bo'lgan nimani o'ylashmaydi yoki shuna holatlar ham borda, yo gapni keragi yo'q. To'g'ri aytasiz. Aka, men kelib, bir oy olmasdan shunaqa odamlar bo'lgan, endi internetdagi og'aynalarimiz menga bitta Damas olib ber degan. Damas olib bering degani. Hali qarzimni uzishga hali qo'limda bir 10 so'mim yo'q, lekin menga nagla yozgan. Damas olib ber, menga Amerikaga bording-ku, bir oy yuribsan-ku. O'sha ularni xayolida men o'sha bitta Damas pulni ishlab bo'ldingiz o'ylaydi. Nima, yana bitta joy, eng qiziqarli joy. Ko'pchilik mana siz, men, mana biz kelganimizga ikkalamizga bir xilda 3 yil atrofida shu. Bir xil. 3 yil ichida mana yolg'on gap keragi yo'q. Men o'zimdan kelib chiqib, sizdan va kelib chiqqan holatda men sizdan savol beraman. Menda misol uchun ajratib qo'ygan katta pulim 10 ming, $15,000 pulim yo'q. Yo'q. Uyda turadigan shunaqa zapasli pulim yo'q. Yo'q. Rostdan bu bor narsa. Sizga savolim, sizda bormi shunaqa bir 10 ming, 15 ming ajratib qo'ygan joyingiz bormi haligi krayniy случайlarga ishlataman deb? Yo'q, men o'zi odatda aka, men pul usholmaydigan bolalardanman. Men pul ushlashni bilmayman, lekin bizni ota-onam o'tib ketgan aka. Bitta akam bor. Bo'ldi 86-yil. Men topganimni shunga beraman. Pul masalasini shu hal qiladi. Men shu yoshimga kirib qancha pul topgan bo'lsam, biz o'zimiz uy joylarda qilganmiz. Onam rahmatli borlik paytida Rossiyada 10 yil ishlaganman aka. Beka kelib ishlayapman. Qancha pul topgan bo'lsam men uyga berganman va so'ramaganman hech qachon nima qilyapsan deb. Chunki men bilaman, akam ko'zi ochiq bo'ladi. Qo'pilatganda ota o'rnida ota bo'lib, men oyam rahmatli doim aytardi, kimni o'zingga derdi. Ham akang, ham otang derdi-da. Men shuni bilaman, akam meni o'zidan-da yaxshiroq yaxshi ko'radi. To'yis men uchun kuyadigan insonimda u. Endi tem bo'li onam o'tib ketdi.
Men shuncha 3 yildan beri bormayman to'yis, borolmayman emas, bormayman, ezilaman. Nimaga boraman deyman. Akam bilan kunda gaplashaman. Ha? Men demoqchimanki, men topgan pulimni akamga beraman, u yoq bilan ishim yo'q. Yo, men savolimdan hozir biz boshqa joyga ketdik. Yo'q, men demoqchimanki, shot menda emas. Ha, shot sizda emas. Menda lishni yo'q, mana misol uchun men o'sha ko'p ahamiyat qilgan narsam ko'p insonlarda unaqa zapasli puli yo'q. Yo'q. Chunki inshuransga beradi, kvartiraga beradi, boshqa narsaga, to'lovga, unga bunga ketadi. Mana o'shalarga beradi. Bizda pul to'plab yig'ib qo'yish uchun hech narsaga bermaslik kerak, to'g'rimi? Uni ilojisi yo'q. To'g'ri. To'lov nimadan qayerdan keladi? O'sha mashinani Cobalt'ni olgansizda yarim pulini bermagansiz, o'shanga to'lov qilishingiz kerak. U boshqa joyda yana bitta to'lovingiz bor, u to'lovda qilinadi. Amerikaga kelib turib mana O'zbekistonda uy sotib olish deylik, masalan. Ko'pchilik harakat qiladi, uy sotib olishdan bir 40%ni, 30%ni qilib turib oladi. Yig'ib, amallab qarz qilib o'shanda ham tanish bilish qilib olib, keyin ularga uzib yuboradi-da, keyin yana dalish qarzlarini uzadi, to'g'rimi? Shunaqa. Men hech ko'rmadim, mana 100 ming. O'zi ma'da ishlayotganlarda hammasi aka bilasiz o'zingiz, bitta rasxodni kattaligi hisobiga, допустим deylik, 1000 so'm oshiqcha oyda pul qolayotgan bo'lsa, bu shu 1000 so'm bilan hech narsa qila olmasligini biladi-da, shu 1000 so'm ham zoya ketib, yo'qolib qolmasin, bir nima ushab qolay degan maqsadda sirasi O'zbekistonga chiqadi, aka deydi, bir nima top yo bir nima qilaylik. Bo'lib olaylik, to'laman deydi-da. Shu maqsadda bir nimalar ushab qoladi. Shu haligi zetmoqchi oshnasiga iPhone beradigan puli O'zbekistonga shu to'lovga ketib qoladi keyin. Keyin nima deb javob berishni bilmaydi-da. Oshna deydi, yo'qsa menga o'xshaganlar bo'lsa yozmanglar qo'yadi. Men shunaqa qilaman-da osongina. Ne yozmayman, ancha yozmayman. Keyin tirsitib o'zi o'chirib yuboradi. Shu-da. Yaxshi bo'ldi suhbatimiz, Alloh rozi bo'lsin. Biz ozgina intervyu qildik, o'zimizni sohamizda ozgina kichkinagina. Yaxshi bo'ldi. Yana foydali bir qaysidir tomonlama inshaalloh. Kimgadir foydali bo'lsa biz bundan mamnunmiz. Azizbek aka kanaliga podpiska bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar, chunki bu Azizbek akamga motivatsiya beradi. Bir narsa ichida tug'iladiki, ha, meni kuzatishyapti, menga like bosishyapti, menga odam qo'shilyapti. Demak, men yana ham o'zim ustimda ishlashim kerak. Men shunaqaman-da. Bilasiz, meni ham Bekmamadaliyev degan program bor YouTube'da. Men doim like'iga, prosmotriga qarayman, keyin kanal o'sayotganiga qarayman-da, shunga qarab ishlayman. Video qo'yish kerak deyman. Nima, mana shu siz gapingiz rost. Ishdamiz. To'g'risi ishdaman men ham. Bilasiz, taksida ishlayman u yerda. Ko'pincha vaqt yo'q ishlashga. Kamerada shu kontent qilgani vaqt yo'q. Orada mana shunaqa paytlarda foydalanib nima qilamiz? Qilasiz. Shu orqali endi to'g'ri aytdingiz. Agar bo'lsa sekin yana inshaalloh rivojlanadi, xudo xolasa. Nimadir sizni xursand qilsa, xursandligingizdan qilib yuborasiz-da. Bu narsani albatta. Shuni aytmoqchiman. Ana shuning uchun ham iloji boricha maksimalni tomosha qilayotganlar podpiska qilib, like bosib qo'yish bu platni emas. Alloh rozi bo'lsin. Yana bir suhbatlashamiz. Bekzodjon, ishlaringizda rivoj. Iloyim ana trak o'nuri bo'lib, traklar olib, yana ham katta pullar topib, inshaalloh. Rahmat. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.